Xonim o'quv markazi so'nggi texnologiyalar asosida zamonaviy tipda qurilgan va o'quvchilar uchun barcha sharoitlarga ega bo'lgan maskan. Xonim o'quv markazi. Bu yerda tikuvchilik, biser tikish, moda va dizayn, karving, kompyuter saboqlari, to'quvchilik, pishiriqlar tayyorlash, sartaroshlik kabi 22 ta yo'nalishda saboqlar o'rgatilmoqda. Uzoqdan kelgan o'quvchilar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Nozik tab sanamlar orzusidagi Xonim o'quv markazi. Siz faqat va faqat baxt tojiga munosibsiz.